Zendaya hech qachon Dior, Chanel, Valentino, Gucci va Yves Saint Laurent kiyimlarini kiymaydi. Dunyodagi eng yirik 5 ta hashamatli brendni hozir uslub ikonasiga aylangan qiz rad etdi. Lekin bu doim ham shunday bo'lmagan. O'z faoliyatining boshida Zendayaning stilisti Low Roach bu brendlarning eshigini taqillatgan, ammo ularning javobi doim baland ovozda aytilgan yo'q bo'lgan. Ular uni bu brenddan kiyishga hali erta deb hisoblashgan. Shunda Low Roach shunday degan: "Agar hozir yo'q desangiz, demak hech qachon uni o'z liboslaringizda ko'rmaysiz." Shundan beri Zendaya bu brendlarning birortasida ham qizil gilamda ko'rinmagan. Bu faqat uning iste'dodidan tan olgan va ishtiroki uchun haq to'lashga tayyor bo'lgan brendlar bilan hamkorlik qiladi. Valentino yagona istisno bo'ladi. Ular shartnoma tuzishda o'zlari qat'iy turishadi. Endi esa o'sha brendlarning o'zlari Zendayaga murojaat qilishadi. Ularning kiyimlarini kiyishini xohlashmoqda. Bu voqea ko'proq modadan ko'ra pozitsiyalash haqida gapiradi. Agar siz kimligingiz va nimaga arzishingizni aniq bilsangiz, sizni qadrlamaganlarning ortidan quvishingizni hojati yo'q. Siz uning qarori haqida nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Dizaynerlikdagi eng qiziqarli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.